To'lovlari, oyliklari qanaqa bo'ldi? Qanaqa kelishildi? Xorazmda qo'shni 1700 dan chiqargan ekan o'tgan oyda. Moldova davlati Kishinyov poytaxtida qurilish sohasiga monolitga kelgan akalarimiz bugun ishga chiqishdi. Bugun birinchi ish kuni qanday ish bo'ldi? O'zlarining taassurotlarini aytib beradi. Grafiklari qanaqa, soatning ichida ishga chiqiladi, forma beriladimi, soatning ichida ish tugaydi, bozor kuni dammi? Shularni akani o'zi aytib beradi. Endi o'zlarini ko'rsatmadim. To'g'ri tushunasizlar? Hozir ishdan kelgan Ovqat beradi. 3 vaqt ovqat beradi. Ovqat beradi. Obedda 3 kun bo'ldi mana osh yeyapman. Ish yaxshi, lekin qo'lida ish keladigan odamga yaxshi. To'lovlari, oyliklari qanaqa bo'ldi? Qanaqa kelishildi? Pul olayotgan odamlar bilan gaplashib, o'zingiz zemliklaringiz bilan gaplashdingizmi? Shular nech puldan olibdi, nech puldan chiqaribdi? Xorazmda qo'shni 1700 dan chiqargan ekan o'tgan oyda. O'tgan oy 1700 dollar chiqargan. 1700 dollar chiqargan. Chiqargani, o'zini yonidan olib qolgan. Men chiqargani shu, endi bu yerda mandachilar asboblari bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar, mana akani o'zidan eshitdik gaplarni. Men aytganim boshqa, akani o'zi aytgan boshqada. Endi xudo xolasa xayrlashamizmi? Ha, kelinglar, ish yaxshi, keling. Telefon qiling, haqiqatda kelsin.